Samarqand boqiy shahar. Va biz boqiy shaharlarga nima uchun kelamiz? Bu savolga javobni Registondan izlaymiz. Ketdik. Chiqindini tashlash uchun emas. Shunchaki rasmga tushish uchun emas. Xarid qilish uchun emas. Obida hududidagi qoidalarni buzish uchun emas. Unda nima uchun? Tarixiy merosni o'z ko'zimiz bilan ko'rish uchun. Madaniyat va san'atni o'rganish uchun. Ta'lim va ilmiy izlanish uchun. Ruhan dam olish uchun. Estetik zavqlanish uchun. Mana savolimizga ham javob topdik. Boqiy shaharlarimizga ko'z tegmasin.